Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, tabriklayman. Bugun biznesingizni moliyaviy maqsadlarni to'g'ri qo'yish bo'yicha amaliy qo'llanmani ko'ryapsiz. Bu qo'llanma oddiy qo'llanma emas, maqsadlarni aniq va amaliy qilib qo'yish to'g'risida va bir nechta keyslar, misollar bilan tushuntirib beramiz. Biz siz bilan bugun moliyaviy maqsad qo'yishni 3 ta qadamda o'rganamiz. Birinchi asosiy qadam bu moliyaviy maqsad qo'yish. Diqqat qiling, asosiy joy shundaki, ya'ni birorta daraxtni chopishdan oldin ham birinchi boltani o'tkirlash kerakligidek, bu yerda ham siz biror bir maqsadga erishish uchun birinchi tushunib olishingiz kerak, o'zi nima maqsad bor o'zi. Bizda ko'pchilik boy bo'lishni xohlaydi, lekin nimaga boy bo'lish haqida tushuncha yo'q, ya'ni nimaga o'zi shuni xohlayotganini tushunmaydi. Maqsad qo'yish bu juda ham bir muhim narsa ekan. Shuning uchun biznesda ham moliyaviy maqsad qo'yishda e'tiborni berishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu moliyaviy maqsadni to'g'ri qo'yish. Keyin birorta moliyaviy maqsadni qo'yib ko'ramiz. Aytaylik, misol biza oyiga hozir 100 million so'm sotuv qilyapmiz. Ya'ni ko'pincha endi sotuvga bog'lab tushuntiramiz, chunki ko'pchilik tadbirkorlar sotuvni ko'pincha kuzatadi, shuning uchun aniq raqamni bilgani uchun. Deylik 3 oydan keyin siz plan qilyapsizki, shu sotuvni oyiga 120 million qilaman. 120 million so'm qilaman. Shu yerda bir muhim qoidani aytib o'tishim kerakki, qo'yayotgan planingiz realistik bo'lishi kerak. Ya'ni amalga oshirib bo'ladigan, ishonsa bo'ladigan, o'zingiz ham ishonishingiz kerak-da. Mana ko'p tadbirkorlar qo'ygan planiga ba'zi o'zi ham ishonmaydi. Ya'ni biron marta bu narsani qilib ko'rmagan, lekin o'sha planni qo'yadi. U mumkin emas. Yaxshi planlar qilish yaxshi, lekin ozgina reallikka asoslangan undan ham yaxshiroq. Mana misolimizda ko'rsak, hozirgi daromadingiz demak 100 million so'm, maqsad daromad 120 million so'm qo'ydingiz va muddat yozdingiz 3 oy. Zo'r, demak maqsadni qo'yib oldik. Bu bir kichkina maqsad. Shunaqa maqsadlar juda ko'p bo'lishi mumkin sizda. Bittasini ko'rib chiqyapmiz bugun. Ikkinchi qadamimiz bizda strategiyani ishlab chiqish. Ya'ni maqsad aniq bo'lgandan keyin unga erishish rejasi paydo bo'lishi kerak. Ya'ni keyingi qadamimiz endi o'shani qanday qilamiz? Nima aniq bo'ldi? Endi uni qanday qilishimizni o'ylashimiz kerak bo'ladi. Bo'lishi mumkin reklama budjetini oshirishimiz, yangi mijozlar oqimini ko'paytirishimiz, retarget, ya'ni retention qilishimiz, qayta sotuv, bitta mijozga bir marta emas, bir necha marta sotish, upsell, cross-sell deymiz-ku, ustma-ust sotish, o'sha narsalarni o'ylashimiz kerak bo'ladi, chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bir necha xil chora-tadbirlar yozamiz. Birinchisi, masalan, yangi mahsulot turini qo'shishimiz mumkin. Ya'ni siz yangi produkt liniyasi qo'shasiz, yangi mahsulot olib kelib sotasiz yoki ishlab chiqarasiz. Ustida ishlaysiz, yangi mahsulot qo'shasiz. Ikkinchisi marketing va reklama hajmini oshirish. Ya'ni bir necha xil yo'llar orqali mijozni olib kelish, mijozni jalb qilish yoki bo'lmasa marketing budjetini oshirish orqali. Uchinchisi mijozlarga chegirma taklif qilish. Bu eng oxirgi variant deb o'zi tushuniladi, ya'ni bu qonli yo'l. Xarajatsiz mijozni olib kelish bu eng aqlli va eng yaxshi yo'l. Agar imkoniyati bo'lmasa, ilojimiz yo'q, biz mijozlarga chegirma berish orqali, aksiyalar, skidkalar orqali buni jalb qilishimiz mumkin. Va boshqa shunga o'xshagan samarali usullardan foydalanaverasiz. Hattoki oddiy bir sotuvchining muomalasi ham sizning sotuvingizga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni siz sotuvchingiz mijoz bilan qilayotgan muomalasi juda ham muhimki, u mijoz yana qaytib kelishiga. Xo'p, uchinchi yo'li bu monitoring va natijalarni baholash. Ya'ni biz nima qilishni bildik, qanday qilishni bildik, endi o'zimizni kuzatib borishimiz kerak. Ya'ni buni ko'pincha koordinatsiya deydi ko'pchilik, tekshiruv deydi, nazorat deydi. Ya'ni qaysi B nuqtani belgiladingiz, siz hozir qaysi yo'ldaligingizni bilib turishingiz kerak. Nimaga? O'sha yo'lga, o'sha siz o'ylagan masofada vaqtda yetib borishni bilishingiz uchun, tushunishingiz uchun. Balkim bo'lishi mumkin, o'rtada yo'lni o'zgartiramiz, boshqa yo'llardan borib ko'ramiz, kimlardan maslahat olib ko'ramiz, mashinaga yaxshiroq benzin quyib ko'ramiz, masalan. Bilmadim, tezroq borish uchun ham yo'llar chiqish mumkin. Shuning uchun koordinatsiya, ya'ni monitoring juda ham muhim. Misol, monitoring choralari nima qilishimiz mumkin? Oylik monitoring hisobotlarini tayyorlaymiz. Ya'ni bizda qanaqa monitoring nimalari bo'ladi? Hisobotlar tayyor bo'ladi. Masalan, bo'lishi mumkin, biz oyiga 120 million qo'ydik, to'g'rimi, sotuvni. Demak, bu degani 4 ta hafta bo'lsa, haftasiga 30 million sotuv qilish kerak degani. Bir hafta o'tdi, siz qarashingiz kerak. 30 million bo'ldimi? 40 million bo'ldimi yoki 20 million bo'ldimi? Qanaqa summa bo'lgani bu kelajakda prognoz, ya'ni bu ketishda sen erishasan yoki erisha olmaysan degan narsani aniq ko'rsata oladi. Yoki o'sish darajasini muntazam tekshirish. Qarab turamizki, qanaqa qilib buni kuzata olamiz, qanaqa qilib buni to'g'rilashimiz mumkin, qarab turishimiz kerak. Ya'ni raqamlarsiz, analizlarsiz qaror qabul qilishimiz bu yana ham bizni vaqt o'tib tugab bo'lgandan keyin kech bo'ladi. Shuning uchun mana shu kuzatish, natijalarni monitoring qilish juda ham muhim. Va uchinchisi, zarur holatlarda yangicha yondashuvlarni qo'llash. Ya'ni har xil yangi yo'llardan yurib ko'ramiz. Agar aqlimiz, bilimimiz yetmasa, shu biladigan odamlardan so'rashimiz kerak bo'ladi. Kitob mutolaa qilishimiz, podkast ko'rishimiz, har xil yo'llar bilan. Ya'ni bu yerda bir zo'r qonun borki, agar bilmasang so'ra. Ya'ni
shu monitoringda chiqqan muammolarni hammasiga ham yechim bo'lmasa, buni o'sha biladigan yo'ldan topish kerak, qidirish kerak. Demak, xulosa shuki, ushbu qo'llanmani qo'llash orqali siz aniq va o'lchab bo'ladigan moliyaviy maqsadlarga qadam qo'yishingiz mumkin hamda ularga erishish yo'lida muvaffaqiyatlarga erishasiz. Ya'ni ularga tezroq erishasiz, muvaffaqiyatga erishasiz. Bu esa biznesingizni barqaror o'stiradi va uni faqat shu tepaga harakatlantirishga yordam beradi. Biznesingizda mana shunday moliyaviy maqsadlarni to'g'ri qo'yish to'g'risida yana qanaqadir savollar yoki tushunmagan joylar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Shu va shunga o'xshash moliyaviy muammolaringizga yechmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.